Agar sizga bir oylik to'g'ri ovqatlanish, soat nechidan nimani yeyish, uni hamma xarajatlarni taklif qilishsa va siz bir oyda mana bu rezultatdan mana bu holatga kelasiz deyishsa, ishonasizmi? Xo'p, bu mana oldingi holatim. Ko'rib turganingizdek sana 28-fevral. Menda presslar va boshqa muskullar rivojlanmagan bo'lgan. Bu esa naqd 30 kundan keyingi holatim. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Men ba'zilarga o'xshab o'zimda farmakologiya, ximiya qilib bir oyda 10 kilo vес ovorasizlar demayman. Men o'zimda bo'lgan rezultat bilan gapiraman. Men shu bir oy ichida 9 kilogramm vес oldim. Bu to'g'ri ovqatlanish rejasini professional bodybuilder va diyetolog maslahatlariga asoslangan holda tuzib chiqdim. Hattoki bitta tuxum nechta bo'lib, bir oyda nechta iste'mol qilinadi, soat nechta yeyiladi, hammasi mavjud. Eng muhimi bu ovqatlanishga ketadigan xarajatlar oddiy odamning cho'ntagini bemalol ko'taradi. Agar sizlarga to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariyaga plus belgisini qoldiring.